yonadi yulduzlarga muhabbatim. Yoshligidan sahnalarni zabt etgan, xalqimiz suygan iste'dodli bugungi mehmonimiz Abdulla Qurbonov mashhur qilgan tarona ko'rsatuvining navbatdagi sonida. Onajonim, siz mehribonim, onajonim, siz xushzabonim, monisam, bardoshim, metin bardoshim, onajonim. Abdulla aka, ijodni judayam yosh vaqtingizda, ya'ni 10-11 yoshlaringizda boshlagansiz va ilk bor to'yda, ya'ni tanishingizni to'yida va keyinchalik o'zingizda akangizlarni to'ylarida qo'shiq aytgansiz, to'g'rimi? Birinchi mani xizmatga chiqishimning sababi novvoy bo'lganman. Non sotib o'tirganimda, aravani chalib, xirgoya qilib o'tirganimda yonimda Doniyor aka degan mahalladoshimiz, akamiz, "Voy, mana endi Abil, zo'r ovozing bor ekansan, zo'r ashlaytar ekansan" deganlar-da. Mani yana ham ilhomlantirganlar-da. Bugun kech payt mening o'rtog'imning to'yi bo'lyapti, qiz bazmi. O'sha yoqqa seni olib boraman dedilar. Nima deyapsiz, qanaqa bo'ladi? Onamlardan so'rashim kerak, otamlardan so'rashim kerak deb gapirib turibman. Endi o'sha kuni nasib qilib o'sha qiz bazmiga Doniyor akam meni olib borganlar. To'yda ashlaytaman deb navbat berishgan. Yosh xonanda Abdulla Qurbonovga navbat. O'shanda meni birinchi shu e'lon qilishganda Abdulla Qurbonov deganda xursand bo'lib ketganman deb. Voy, meni familiyam bilan chaqirib 10 navbat yoshingizda. berishdimi deganda, odamda bilasiz, motivatsiya degan Hozirgi zamonaviy tilda. zamonaviy tilda motivatsiya deymiz. Odamga kuch-qudrat berar ekan-da Robbim Alloh. Mana o'shandan beri mana 40 yilga yaqin mana mashhur bo'ldik. Bir 1987 yili 10 yosh, 11 yoshlarim. Keyin 1988 yili niyat qilasizda, qarang. Muhriddin Xoliqovni yaxshi ko'rardim. Alloh rahmat qilsin marhum ustozim. Mani birinchi ustozim menga san'at yo'llarini o'rgatgan, menga hayot yo'llarini o'rgatgan, menga yana ham madaniyatli inson qanaqa bo'lish kerak, ijodkor qanaqa bo'lish kerak. Hofiz odam, bu hofiz degani bu pul bilan hal bo'ladigan bu ish emasda. Alloh yuqtirish kerak, talant bo'lish kerak. Bunga yana omad bo'lish kerak. Faqat omad, talant bo'lgandan keyin inson shunga intilib, shunga harakat qilsa, albatta uni hosilini ko'radi, uni rohatini ko'radi. Mani o'sha araba chalib o'tirib yana bir orzuyim mani shu ediki, mani Allohim shunaqangi davlat bilan, shunaqangi rizq bilan mukofotlaginki, shunaqangi bir halol mehnatni orqasidan onamni hoji qilsam, otamni hoji qilsam, shu Makkaturlohlarga jo'natsam, shu ota-onamni mani shu Makkalarda, Baytullohlarda, Madina Munavvaralarda bizani duo qilsa deb niyat qilgan edim. Alhamdulillah, Xudoga cheksiz shukronalar bo'lsin. Otamga, onamlarga Allohim haj safarini nasib qildi. Endi demoqchimanki, inson niyat to'g'ri bo'lsa, harakat bo'lsa, mehnat qilsa, albatta uni
rohatini, uni mukofotini ko'radi. Bu yorug' dunyo go'zal sen bilan davru davron suray sen bilan jannatda ham birga bo'lay sen bilan sevib sevilib yashay sen bilan baxtimga sog' bo'lgin doim panohida asrasin xudoyim farzandlarim rohatini ko'rgin buvi bo'lib yurgin begoyim. Abdulla aka, siz nafaqat yosh bo'lib chiqdingiz, siz yorib chiqdingiz. Qaysi ma'noda aytaman? Afsonaviy guruh Yalla. Hozir ham Yalla, oldin ham o'sha Yalla bo'lgan. Va siz Yalla guruhi bilan duet aytyapsiz. Qanaqa qilib? Bu ham omad. Qarang, mana Farruh Karimovich dodam umrlari uzoq bo'lsin. Men doda deyman-da endi. Ayay Abdullani ijro etmasimizdan avval Sizga bag'ishlangan qo'shiq. Bu qo'shiqni muallifi Muhammad Yusuf, Alloh rahmat qilsin, marhum shoirimiz, juda qalamlari o'tkir. Mo'ylovni sevgi mo'ylovsiz ham o'ylansa bo'lar dang'illatib to'y qilgim kelar. Mani birinchi Farruh Karimovga qo'shilishimning sababi shu arab tangosi qo'shiqlarini akalari Botir Zokirovni ustozimiz, marhum ustozimizni qo'shiqlarini Botir aka rahmatlining arab tangosi qo'shiqlarini ijro etganman. O'shanda ko'rik tanlovda mutlaq g'olibi bo'lib e'lon qilingan. Yoshim yetmagan, yosh bo'lganman, 16 yoshdan tepasiga sovrin beriladigan bo'lgan, yoshim yetmagani uchun Alloh rahmat qilsin. Qarang, Rahmatilla Mirzayev, diktorimiz, xandonimiz, jurnalistimiz, Dilfuza opam ikkalovligi Rahmatilla Mirzayev bilan bo'lajak sahna yulduzi deb e'lon qilishganman. Birinchi shu Istiqlol san'at saroyida, Xalqlar do'stligida birinchi bo'lib meni sahnaga, shu katta sahnaga chiqqanimda 1990-yili ko'rik tanlovimizning mutlaq g'olibi Abdulla Qurbonov deyishgan. Mani onam to'g'rimda o'tiribdilar, yig'lab yuborganlar o'shanda. Mani o'g'lim sahnaga chiqdi, xalq xizmatida. Xalq shunaqa olqishlaganki, onam yetalla haligacha ko'zimga ishonmayman, ishonasan bolamsan, mani shunaqa xursand qilgansan o'sha konkursingda, o'sha chiqqaningda deganlar. Deydilar, haligacha eslaylar. Men aytaman, ona sizni duolaringizni kuchi. Ona sizni menga bo'lgan har doim niyatlaringizni mana Xudo xolasa hosili bu onajon deyman. Lekin mashhurlikni ham ushlab turish bor, bilasizmi? Unga loyiq bo'lish, unga sovuqqonlik bilan qarab bo'lmaydi-da. Mashhur odam tanildimi, shunga loyiq bo'lib, shuni darajasida ijod qilish kerak. Shuni darajasida muxlislarga yana vaqti bilan yangilik yaratib turish kerak. Agar yangilik yaratmasangiz, hozir zamon tezlashib ketdi, hamma narsa tez bo'lib ketyapti. Oldin biza mashhur bo'lish yo'da tugur, bitta qo'shiqni efirga olib chiqish uchun qancha mashaqqat, qancha uni ketida yugurlari bor edi. Hozir 1 minutda arzimagan 10 sekund ichida butun dunyo ko'radi. Mashhur bo'lib ketyapti. Oson yo'l bilan. Lekin to'g'ri, agardaki bachkan ovozli bo'lmasa,
bizni yurtimiz, bizni xalqimiz juda madaniyatli xalqda. Abdulla aka, endi ozgina hozir baribir ortga qaytyapmiz, bir necha yil avvalga. Aytmoqchi bo'lganim, sizni san'atga endi qaysidir ma'noda otangizlar sababchi, chunki rahmatli Sherali Jo'rayev bilan o'rtoq bo'lganlar va undan tashqari ko'plab san'atkorlar bilan do'stlashganlar. Oilada juda ham ko'p nafar farzandsiz, 10 kishi. Bitta siz bo'ldingiz san'atkor. Men o'zim Nimaga demoqchiman? Qanaqa qilib? san'atsevar xonadon. Otam juda san'atni yaxshi ko'rarlar. Hozir ham. Masalan, qo'shiqlarni otam shunaqangi tushunarlarki, bizning tilda aytganda, san'atkorlarning tilda aytganda falish deydi. Notada turmaydi. Misol yoki ovoziga mos qo'shiq kuylamay qolsa, bunga yarashmabdi bu qo'shiq deyiladi adam. Bilarlar hojdadan. Sherali Jo'rayevga Toshkent shahriga Andijondan kelganlarida birinchi bo'lib mana otam bag'rlarini ochib kutib olganlar. Bizning uyimiz katta. Otam mehmondo'st bo'lganlariga Sherali akani endi otalarini she'r deb gapirar ekanlar, hech payt. She'r yur ukam manikiga boramiz mehmonga deb, o'sha mehmonga deb olib borganlarida bo'ldi. Shu bo'yi aka-uka bo'lib ketib, buvim rahmatli Sherali akamni, ustozimizni kiyimlariga qarab, kamko'slariga qarab turishlariga sho'rva yaxshi ko'rar ekanlar, qaynatma sho'rva o'sha paytlarda aytib berardilar. Sho'rva turishiga Sherali sho'rvani, qaynatma sho'rvani yaxshi ko'rardi. Ertalab turishiga qaynatma sho'rvalar qilib qo'yardim deydilar. Demoqchimanki, mana otam o'zlari san'atni yaxshi ko'rganlariga menga yo'l berganlar, menga imkoniyat berganlarki, faqat aytganlar. Bo'lsang zo'ri bo'l. Bo'lmasam qo'y. San'atkorni men bilaman bolam. Agardaki meni yuzimni yorug' qilib, meni agarda niyatlarimga yetkazaman desang, astoydil mehnat qil, astoydil ijod qil. Men biliki, meni o'g'lim Abdulla Qurbonov bo'ldi, Abdulla Qurbonov bo'lib tanildi deb ko'cha-kuyda eshitaman, do'st dushmanlarning oldida yuzimni yorug' qilgin bolam degan. Xudoga shukr, Alloh sharmanda qilmasin, yo'limizdan adashtirib qo'ymasin. O'zimizni yo'qotib qo'yishdan, o'zimizni nima deydi, kibrga berilishdan yoki manmansirashlardan Allohdan so'rayman. Har qanaqa sharoitda ham kerakmas holvayu non patirlari, kerakmas eng qimmat bu atirlari. Sog'inib qolganman erkaliklari. Bolam bir oz o'tir mening yonimda. Bolam ey, bolam ey, bolam bir oz o'tir mening yonimda. Biz 11 ta o'g'illi ichida endi men san'atkor bo'lganim, endi u ham boyga yetganimda omad. San'at bu ovoz. Men bir intervyumda ham aytganman. Ovoz eshikda ham bor. Lekin insonning ovozi uni sehri, uni kuchi boshqa-da baribir. Hammada ham ovoz bor, lekin ishlata bilish kerak-da bu san'at sirlarini, san'at yo'llarini. Qo'shiq kuylashda nolalari deydi, uni qalban kuylash bor, til uchida kuylash bor. Qalbdan, mana yurakdan kuylash u boshqa-da. Masalan, men har bitta qo'shig'imni hamma ijodkor yondoshadi, lekin men oxirgi paytlarda yana ham mukammallashib kirib ketadigan bo'lganman qo'shuvga. Qarang, yoshligimda niyat qilardim. Ibrohim Tatlisas, mana Turkiyaning eng mashhur qo'shiqchisi, mana sizlar ham taniysizlar. Butun hamma qo'shiq sevar inson borki, Ibrohim Tatlisasni yaxshi ko'rishadi. Sababi san'ati zo'r. Qo'shiqlari zo'r. Odamlar eshitgan sari eshitgisi keladi. Ammo shu odamni havas qilib, shunga taxassub qilib, oralarda kerak bo'lsa taqlid deydi-yu, men taqlid emas, Ibrohimga o'xshayman, Ibrohimdek ijod qilaman deb niyatla qilardim. Qarang, vaqtni, taqdirni qarang. O'sha Ibrohim Tatlisasning sozandalari
Hozir mani qo'shiqlarimga chalishyapti, ishonasizmi? Ana. Mana oxirgi mashq yaratayotgan qo'shiqlarim Odina degan qo'shig'imga Ibrohim Tatlises muzikantlari chaldi. Yig'lamoq istarman. Unga ham Ibrohim Tatlises muzikantlari. O'zingiz ularga aloqaga chiqqansiz. Ularga mana mani kompozitorim bor, bastakorim Otabek Qambaraliyev. Otabek ular bilan hamkorlikda ishlaydi hozirgi kunda. Dilim yandı yey, aqlimni oldi yey, jamolingni ishqida bir divanang bo'ldim ey. Dilim yandı yey, aqlimni oldi yey, jamolingni ishqida bir divanang bo'ldim ey. Odina xon Odina, seni sevdim yine, hayolimda sengina. Mana havasga yarasha, niyatga yarasha Allohim bizaga shu sozandalarni aka-ukadek qilib qo'ydi-da hozir. Xudo xolasa chalib tugatishsin, eshitasizlar xudo xolasa. Qizim degan yangi qo'shiq yaralyapti. Keyin aybim shudur, sevganim, sevilmaganim. Aybim shudur, yig'laganim, kulolmaganim degan qo'shiq qarang, so'zlarini. Lekin eshitasiz-ku bu qo'shiqni xudo xolasa. Albatta bu qo'shiqqa muxlis bo'lasiz. Xudo xolasa, men endi surpriz bo'lib chiqsin, mana hozir o'sha so'zlarni aytibman. Mana xudo xolasa eshitasizlar, baho berasizlar xudo xolasa. Hech bir insonni bu yashab turgan davrida armonda o'tkazmasin. Armonda qolmasin inson. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli. Mehnat va yana mehnat. Izlanish kerak. Armon haqida gapirdingiz. Bormi armoningiz? Agarda vaqtni orqaga qaytarganda hayotingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Biz shunaqa bir yaralgan zotmizda, endi odamzod shunaqa. Qancha bo'lsa shuncha kam odamzod. Lekin nafsni jilovlashni ham bilish kerak endi. Inson masalan qorni ochganda ovqat yeydi, to'g'ri. Keragidan ortiq ovqatni ham uvoli bor. Men shunaqa shiorda yashaymanki, kecha, bugun, ertaga. Kecha ketdi, uni pul berib ham yoki tanish bilish bilan ham orqaga qaytara olmaysiz. Bugun alhamdulillah yetkizganingga, ko'rsatganingga beadad behisob shukr. Ertaga sabr. Ertangi kunimizni ham Allohim xayrli qilib bergin, chiroyli qilib bergin. Tinchlik, xotirjamliging bilan bergin deb so'rash kerak ekanda. Bergan va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yorgina xot ko'nmadimi? Zarra vijdon deganlari to'sib bo'lmadimi? Alamim bor. Mashhurlikni juda ham yoshligingizda o'zingizga oldingiz. Siz juda ham yoshligingizdan mashhursiz. Va qaysidir ma'noda qo'pol qilib aytilsa ham to'yib o'sdingiz-da bu narsaga. Xudoga shukr. Va shu uchun kibrlanmaysiz deb o'ylayman. Bu meni fikrim. Eng katta san'atkorlar bilan duet qildingiz. Eng katta san'atkorlar bilan ishladingiz-da. Shu uchun hali bergan savolim, hali javob olmadim. Hayotingizni o'zgartirgan bo'larmidingiz? Ma'lum bir qismini, agarda vaqtni orqaga qaytarsak. Agar shuni iloji bo'lganida xatosiz insonning o'zi yo'q. Xato qiladi inson. Qanaqadir bir qismini nisbatan o'zgartirgan bo'lardim. Agar orqaga qaytish ilojisiz bo'lganida. Qaysi qismini? Afsuslanmayman. Bilasizmi nimaga? Shu bo'lish kerak bo'lganda. Hayotimizda nimaki bo'lib kelyapti, bo'lish kerak. Sabab taqdir. Men taqdirdan nolimayman. Taqdir o'zi shunaqa. Odamlarning nayrangi bor, do'stim, ushlama yoqa. Ba'zi birovlarga so'ylasangiz go'yo afsona, ba'zi bir odamlarda insof qolmadi. Bir kam dunyo deydi. Hamma narsa to'la to'kis bo'lsa hayot qiziq qolmaydi. Nimadir kamchilik bo'lsa o'shani qilaman deb odam intiladi yoki nimanidir olmagan bo'lsangiz shuni olaman deb harakat qilasiz yoki shunga bir yo'l yo'rig'ini topasiz baribir misol. Lekin hamma narsa to'kin sochin bo'lsa, unda to'qlikka sho'xlik chiqib keladi.
salkam 20 yilga yaqinlashyapti-da oxirgi katta konsert berganim. Mendan odamlar muxlislar so'rashadi, nega konsert bermaysiz? Endi konsert berish bu hisobot deyman. Keyin ko'p san'at ahillarimiz buni biznesga aylantirib olishdi-da endi san'at konsert berib pul ishlash kerak. Lekin rozi rizochilikda ishlash kerak. Ya'ni majburlab bilet sottirib yoki odamlarni xafa qilib konsert bergandan bermagan yaxshi-da. Abdulla aka, ko'rsatuv nomi mashhur qilgan tarona. Sizni mashhur qilgan taronangiz qaysi? Siz o'shandan keyin haqiqatdan Abdulla Qurbonov bo'lib uyg'ondingiz. Shu arab tangosi. ربي جمالك للمحروم والحال الله صبمك في فؤاد مكبوسالي Mustaqillik menga baxt qushi kelib qo'nganda, shu mustaqil bo'lganimizda menga baxt qushi qo'ngan deb bilaman, to'g'risi. Ya zahratan fi suali ra'aytu ghalqi suali janat khalayha al-layali wa khabbanat hal-layali wa shakhalat khawlu tammata sakhru zuhur. Qarang, nimaga yetdim hozir bilasiz? Shu suhbatimizni ko'rib turgan muxlislarimiz qaniydi shu qo'shig'ini xirgoyi qilib bersa deb turishgan bo'lsa, shu ko'nglari ko'tarilsin deb ham muxlislarimni shu yerda ham alohida o'rinlarini inobatga olib kuylab ketdim. Ishonasiz? To'g'ri. Keyingi qo'shig'ingiz ona haqidagi, menimcha, yana ikkinchi valni yoki undan oldin boshqa. Onadan oldin bor yana. Onajonimdan oldin go'zal yorim. Yuragimda bir so'z yotar, seni o'ylab, bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan? Seni o'ylab kechalari men bedorman, bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan? Yuragimda bir so'z yotar, seni o'ylab, bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan? Seni o'ylab kechalari men bedorman, bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan? Senga atab kuylar yozsam, g'azal yozsam, bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan? Soyasi yo'q sahro bo'ldim sensiz jonim, ishqingda har balo bo'ldim go'zal yorim. Keyin shodlan ey ko'ngil shodlan, hit bo'lgan taronalarimda endi bu qo'shiqlar bilan men o'zim ham yashab kelyapman. Bu qo'shiqlarni eshitgan bolalar hozir uylanadigan bo'lib turibdi. Hozir mana shunaqa zamondaman demoqchimanki, uylanish to'ylariga boryapmiz. Adalarini to'ylarida xizmat qilganmiz, ota-onalarini mana qarang. O'shalarga niyat bildirganman dey. Yaxshi o'g'il bersin, yaxshi qiz farzandlar bersin, farzandlaringizni to'ylarida ham kelaylik deb niyat qilganmiz. Mana hozir zamon zayni bilan shularning uylariga yaqinda bir muxlisimiz keldilar Tojikistondan. Ularni o'sha ota-onalari uylanganda, to'ylari bo'lganda niyat qilgan ekanman. O'g'il farzand bersa otini Abdulloh qo'ying. Xudo xolasa Abdulloh bo'lsin, to'yda kelaman deb niyat bildirgan ekanman. Shu odam o'zlari Moskvada ishlayotgan ekanlar. Ayollari bilan onalari kelib mendan chesla so'rashdi. Mana shu aytgan kuningizga qilamiz to'yni. Faqat bormasangiz bo'lmaydi, siz borishingiz kerak. Tojikistonga bordim. O'zim chesla berib borsam, siz ishonasiz, men yolg'on gapirmayman, yolg'on gapirishdan qo'rqaman. Butun to'yxona meni kutgan ekan. Ishoning, butun to'yxonani men chesla berganman-ku, kunni men belgilatganman. Mana shu kunni qilamiz. Mana Xudoga shukr, yillar o'tar ekan inson
yaxshi ko'rgan insonini babigini ko'rgisi kelar ekan. Men o'zim to'g'risi maktabda ham o'qimaganman. Ana. To'g'risi Ana. institutda ham o'qimaganman. Mani Xudo yuqtirgan shu Muhriddin akam yonlarida xizmatlarini qilib, duolarini olib, san'at qirli yo'llarini o'rgangan bo'lsam, qo'shiqchilik yo'llarini. Estrada yo'nalishida kuylash, xalq bilan qanaqa muloqot qilish kerak, sahnada qanaqa turish kerak, xalq oldida qanaqa kiyinish kerak, o'zing ko'chada yurganda qanaqa yurishing kerak, hammasini Farruh Karimovdan, Farruh odamdan o'rganganman. Muhriddin akam bilan 87, 88, 89, 90-yilgacha Muhriddin akam bilan ijod qilganman 4 yil. Keyin 90-yil, 91-yil, 95-yilgacha 5 yil Farruh odam bilan, endi institutdan 5 yilmi? Institutim Farruh Karimovich bilan bo'lgan. Maktabim Muhriddin akam bilan o'tgan. Lekin o'qituvchilarim yo'l berishgan menga. Menga imkoniyat qilib berishgan. Sababi ular meni bilishardi, sezishardi. Ular qalbiga Alloh solganda ustozlarim. Senga baribir sen matematik bo'lmaysan. Sen algebra, geometriya yoki ximik bo'lmaysan. Sen qo'shiqchi bo'lasan, ashlachi bo'lasan deb Aqida opa rahmatli, Turg'un aka rahmatli, Turg'un aka direktor edilar. Keyin Aqida opa direktor bo'ldilar. Hamma direktorlar bilan kirib gaplashardi. Ustoz, endi ustoz ertaga gastrol ketyapmiz. Ustoz falon viloyatga ketyapmiz. Ustoz Moskvaga ketyapmiz. Ustoz Olmaotaga ketyapmiz. Sen nima maktabga nima kelasan o'zim deyishardi, aytardim. Sizlarni sog'inaman, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni duolaringizni olib yuribman. Men ustoz sizlarga gap tegizib qo'ymayman, xudo xolasa. Uyaltirib qo'ymayman dedim. Shundoq ham uyaltirmagin. Sen orqangdan biz faxrlanamiz. Sen bizning o'quvchimiz bo'lganingdan xursand bo'lamiz deb menga o'sha paytlarda ham imkoniyat berishganda. Abdulla aka, mana o'zingiz aytdingiz, hali maktab ham o'qimadim, institut ham o'qimadim dedingiz-da, mana ustozlar ko'rgansizda. Shu hali aytganim, doim san'atda san'atkorlar bilan va hit taronalar yaratdingiz-da. Endi hozir asabingizga tegadigan savolni beraman. Nimaga to'xtadingiz? Siz har doim borsiz. Har doim trenddasiz. Lekin ijod nuqtai nazaridan ozgina hali o'zingiz aytmoqchi 20 yil bo'libdi konsertingizga ham. Endi to'g'risini aytaman. Men bachkani ijod qilmayman. Men bachkanalikni juda yomon ko'raman. Mana san'atkormi san'atkor, san'atkor ishini qilish kerak. Rahbariyatmi u rahbariyat ishini qilish kerak. Har bir inson o'ziga yuqtirgan, o'ziga buyurgan, o'ziga yarashgan, o'ziga xos ish qilish kerak. Ijodim shunaqa. Men yiliga minimum 3 ta yo 4 ta qo'shiq yozaman. Har yili. Bir yili bo'lgandir, yozmay qolgan yillarim. Buni ham sababi bo'lgan. Sog'lig'im misol avtohalokatga uchraganimda bir yilcha o'shanda ham Oqqaldaryo yozilgan. Mana 2002-yil avtohalokatga uchragan bo'lsam, bemor paytimda shu hamma yo'g'man operatsiyada yani 100 mana 40 qilganlarimiz avariyani orqasidan shu 50 xizmatda yuramiz deb kechalari uxlamasdik. To'yma to'y, konsertma konsert. Andijondan kelib Surxondaryoga, Surxondaryodan kelib Namanganga, Namangandan kelib Jizzaxga mashina qilib yurganmiz. Muhriddin akam bilan ham haftalab ketardi, haftalab. Mana shu 15 kunlab mana shu gastrolga ketardi Muhriddin akam bilan. Farruh Karimovich bilan Moskvadan kelardi, Qozog'istonga ketardi. Qozog'istondan ketardi, Yerevanga ketardi. Poyezdkalar gastrollar tayyor turardi. Abdulla aka, mana hozir endi o'zingiz aytyapsiz, juda ham ko'p gastrollar bo'lgan, safarlar juda ko'p bo'lgan. Sizda kichkinaligingizdan shunday katta daromadga ega bo'lgansiz. Ya'ni konsertlardan daromad ham sizga tusharmidi yoki umuman faqatgina iste'dod, faqat ijod bo'ldimi? Shunaqa bo'lgan. Daromadsiz. Daromad menga qiziq emas edi. Endi sizga qiziq bo'lmagan bilan baribir kelajak-ku. Menga berishardi pul. Men yo'l kiramga yetsa. Misol bitta narsa olaman desam, Farruh dadam oldirib olib berardilar. Yo'q, mana bor, men palon magazinga borganda mashina olib olgin. Yoki palon akangga uchrashsang, mana bu narsani berib yuboradi. Mana shunday qilib
Yoshligimda rost mana otam ham onam ham pulga mehr qo'ymagin deyishardi. Pulni Ketidan yurmagan. ketidan yurmagin, sani ketingdan yursin pul derdilar. Keyin bu rahmatli mani shunaqa gaplari bor edi. Abdullo, sani rizqing o'zi keladi eshigingni taqillatib. Hech qachon rizqingni qaytarmagin. Kim kelsa ham eshigimni taqillatib. Hech kimga yo'q demaganman. Ishonasizmi? Abdulla aka, o'zingizni eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz. To'g'ri, hammasini yaxshi ko'rasiz, hammasini qalbdan aytgansiz, lekin eng siz uchun bebaho bo'lgan va qaysidir ma'noda juda ham tarixli, siz o'zi aytasiz, mana shu qo'shiq deb eslaydigan, yurakka ezadigan qo'shig'ingiz bormi? Endi singlim mana shunaqa gap menda mukammallashib ketdi. Onalar kuychisi Abdulla Qurbonov bo'lib ketdik-da endi. Bu yerda mendan so'rashadi. Zvaniyingiz bormi? Zaslujeniy olganmisiz deyishadi. Olganman deyman. Qanaqa? Nima deb e'lon qilaylik? O'zbekiston xalq artistisimi yoki xizmat ko'rsatganmi deysizmi? Yo'q. Onalar kuychisi Abdulla Qurbonov deb. O'zi ko'p suxandonlarim o'zi shuna davraga taklif qilishadi. Lekin oxirgi paytda masalan onalar to'g'risida qo'shiqlar ko'p, juda ham ko'p. Lekin onajonim siz mehribonim, onalarning kiyimini deb bo'lib qoldi-da, ishonasizmi? Qayerga bormang, qanaqa vaziyat, qanaqa tadbir bo'lmasin, ona qo'shig'i siz chiqib ketilmagan-da. Ona hozirgacha so'raladi. Yaralgandan beri 2005-yil. Qarang. Mana onajonimga ham 20 yil bo'lar ekan, mana onajonim qo'shig'imga ham. Boshimga ish tushganda omad qushi uchganda do'stiyor ham kechganda panoh bo'lgan onajonim dilda pinhon g'amlarimdan ko'nglimdagi kamlarimdan ko'zimdagi namlarimdan ogoh bo'lgan onajonim, onajonim, siz mehribonim, onajonim, siz xushzabonim, munisam, dardoshim, metin bardoshim, onajonim. Ofarin. Rahmat. Tashrifingiz uchun, hirgoya qilib qo'shiqlar aytib berganingiz uchun minnatdorman. Xush kelibsiz. Nimaga aytmayman? Mani o'zi efirga kelishim, suhbatga kelishim shu qo'shiqlarim orqasidan. Shu qo'shiqlarim orqasidan shu muxlislarimga, onalarimga, opa-singil akalarimga, dodalarimga yoqqanmiz. Iloyim, yoqmay qolishdan asrasin. Abdulla aka, Yalla guruhi bilan yana duet bo'lishi mumkinmi? Endi duet Konsertingizda. konsertda endi xudo xolisa duetlar bor, niyatlarimiz bor. Usul priz bo'lib tursin. Ani eshitasizlar xudo xolisa. Menga bitta bola rosa qarab otdi. Yur, ko'ngil, ko'k shikuli, ko'k sen o'zingga ish. Aylanadi yulduzlarga muhabbat